Yo'q, diq qiling. Vahab, provoz yo'qmi sizda? Sarulga o'tir demoqchi bir. Yo'q, aka olmaganman. Ha. Pavorot, mana 100 metr, 50 metr qolgan bu gazdan oyog'ini olmaydi. Mamla qilib shunday aytdi. Vahab, provoz olmaganmisiz? Mayli, ko'rsataman. Yana bitta ko'rsatay. Naushniki bor ekan. Mikrofon. Ha, mikrofon. Siz mahvolsiz, вообще дома, hatto. Protein ichasizmi? Ozgina. Shu uchun shunaqa ko'rinib qolganman-da. Mashallah, qarang. Rashmit protein. Rashmit protein. Protein emas, zarar, mana shunaqa bo'lib qolasan. Zarar emas. NBC'ga chiqqanlar taniydi. O'sha bola ham men shunga qildim. Sizga kerak emas, Vahab. Vaqtingizni yo'qotmang. Qiling. Qisqa. Og'rimaydi shunda. Mana yelka makida ham mana bunda og'riydi. Mana bu yerda og'rimaydi. Sustav до конца qo'shilmaydi-da unda. Yo'q, ko'p ko'tarmang. Ha, korotkий. Ko'p ko'tarmang. Bo'ldi shu. Ha. Sekin, yo'q. To'xtatasiz, tepada to'xtatasiz. Davay. Sekin. Yo'q, sekin, tez tashlayapsiz. Sekin. Vo, davay. Sekin. 20 ta bo'lsin. Yo'q, tashlayapsiz. Sekin. To'xtating, sekin. 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 Vo, mana. Mana shunaqa og'ir har bitta muskul, ko'p ovqat, og'ir trenirovka. Mana shunda muskul o'sadi. Steroid deydi. Normalniy trenirovka qilmasdan steroid olib ko'rsin, qani o'sadimi? Mana. Qaramay turing. Mana. Qayerdan kelgan? Mana go'sht. Oyoqlari. 1,5 kilo go'sht. Har kuniga 1,5 kilo go'sht yeydi. Lekin Salto. Lekin 100 ta tuxum emas. Ha, yo'q, 100 ta tuxum. 100 ta tuxum. Yo'q, men tuxum yeb ko'rganman-da, go'sht o'rniga. Go'sht o'smaydi. Yo'q, go'sht o'sishi uchun go'sht yeyish kerak. Ana odam organizmi biz от природы o'zbekchasi nima edi? Tabiatan biz hechnikmiz. Hechnik nima edi? Yirtqich. Biz tabiatan yirtqichmiz. Go'sht yeyishimiz kerak. Odam organizmi go'sht bilan oziqalanadi. Biz travayatni emasmiz. Molga o'xshab o't yeyishimiz mumkin emas. Bizni ichki organlarimiz bunga moslashmagan.
Organizm yaxshi ishlashi uchun faqat go'sht yeyiladi. Faqat muskul o'sish demayman. Muskul o'sishga 2 barobar ko'p go'sht kerak. Go'sht yemayman, go'sht yeyish mumkin emas deganlar o'zi miyasi ketganlar, ularning fikri ular. U fakt emas. Fakt bo'lishi uchun go'sht yeyish kerak. Po'xi. Men o'zini kommentariyaga yozgan. Men mol go'shti, qo'y go'shti men yeyman, savollar bormi deb yozganman. Anani eshitdingizmi? 100 taraf pul yer 100 degan odam aytdi. Yo, eshitdim. Yo, u o'sha paytda aytdi. Menda ham bo'lgan 30 ta tuxum yeganman, go'shtga pul bo'lmagan. U ham o'sha 2000-yillarni aytdi u ham. U tuxum yeyish kerakligi uchun emas, shunaqa qilganmiz deb. Hamma gaplashdi. Shu anaqa yomon joylarini aytdi. Keyin mana mol baquvvat-ku, go'sht yemaydi debdi. Iskanaga tortdi. Sen deydi, qani o't yeydigan hayvonlar Travayadni bilan organizmni birlashtirma, ularning organizmi boshqacha masalalarga bo'ladi. Boshqacha tiklanadi. Bizniki boshqacha tiklanadi. mana hozir shuni aytdim-da. Mol bilan bo'rini solishtirib bo'lmaydi. Bo'ri qayerda katta bo'lsa ham go'sht yeyish kerak. Mol Amerikada bo'lsa ham, muzeyda saqlansa ham o't yeyish kerak. O'zi organizmi shunday moslashgan. Bizniki yaratilgan. To'g'ri, mana yaratilgan. Bizning organizmimiz go'sht yesa yaxshi o'zgaradi. Biz hamma yog'imiz oqsildan tashkil topgan. Oqsildan. Muskulimiz ham, bo'g'inlarimiz ham hamma yoqda oqsil bor. Hamma yoqda. Ba'zi kiprik qoqishimiz. Go'sht yemay qo'ysa organizm buzilib ketadi. Bosvoldi rosa. Hamma da samarqand. Jahon hozir Amerika ketmayapti, o'zining qishloqdoshlarini oldiga ketadi. Ha. Mayli. Sizlarga ko'rdim, qadarga keyin. Chaqiring. Bitta qo'li. Hozir bitta qivorsin. To'g'ri turib oldi. Qivorsin. Yozib beraman-da. Rangi farq qiladi. Ha. Что ты хочешь? Ha. Hadisi gapirmaydi keyin. Ha, tarafga batırolsam bu o'ylarga. Ha, nimaga? Tinchmi? Onu qo'yarman. Yo'q. Yo'q. Nimani? Bahrom o'rniga uni xudo xolasa. Ha, yo'q. Rustam? Eshitdik. Kamerada kichkina ko'rinagan o'zi katta ekan. Ha. Kamera. Siz o'zingizga ham shunaqa aytsalar kerak. Kamera men ham shu kishi aytadi. Kamerada uncha ko'rinadi, juda katta ekansiz. Hozir Sizdan ko'ryapman. Şurada kichikroq ko'rinamiz. hali absolut. Даже sport питание mendan tugab qoladi. Bo'lganda olib turib. Garmon moshina. Yoshingiz nechida? 24. Mesela zo'r. Vaqtida hozir. O nariga bo'lgan endi. Portlagan. Yo'q. Hech qaysi bilan hech qaysi hech narsa Tuskilan yeb ishlar. yo'q. Sekin chiqdi-da shunga. Rejim 20 ha 15 kilodan boshlab sekin endi qiziqib ketgan. ha endi 20 ni ol. Yo'q, ololmayman, olasan. Yo'q bular. 25. Ko'zni o'rgatib qo'yadi. Ha. Ololmayman deb qolib ketaveradi. Ha, shunday. Bu haqga o'xshasa, Buni stanoklarga ham tashiydi. Ikkita qo'yib tashiysiz. Давай Приседаниеga. Ben ko'raman. Ikkisini qo'yib tashab, mashinaga berish kerak. Har trenirovka соревнование. Har trenirovka. Приседанияда, jimda, tyagada har trenirovka. Hech narsa yo'q. Habiblar kecha men o'g'lim
300 tortdi. Yarmiga. Stoykadan, to'g'ri, stoykadan yarmigacha olib chiqdi, tashladi. 260 tortdi. Bitta musobaqaga tayyorlanadigan nimada polni zaryajniy bola bilan o'g'lim tashlashdi. 140 ta javlon chiqib ketdi. 220 da nima to'xtadi, diyor to'xtadi. Bu ikkalasi 260 tortdi, 300 qo'ydi, keyin yarim. Stoyka qayerdan? Tizzadan. Tizzadan. Chiridoq qilaman, bir yerdan, keyin stoykani pastidan, keyin bir tepasidan, keyin yana yerdan O'ziniki necha? chiridoq qilaman. Stoykadan 380. Yerdan 270. Hayotda umrim bino bo'lib joyga to'xtadim. Mana spina qayerdan paydo bo'ladi? Prosta siz hech kimni gapiga ishonmang, powerlifterlarni shunday spinasiga qarang. Или anu shtangistlar, chaga tortadi, powerlifterlar, chaga tortadi. Trapetsiya ma'mulada qanot ma'noda bo'lyapti. Kachatsa qilmaydi ular, prosta chaga tortganlar. yoki bechoq Dansdan seryozni Vo. 320. 320 dan tortib tashlaydi. 200 dan ko'rganman 30 ta Meni kirishim qo'zab qolishdan 200 kirishim bo'ldi. Qo'zab qolishdan. Kimda? Voy, menga girishni aytadi. Odamiga aytdingiz. Odamiga aytdi. Abetga yo'qolib ketadi girishni. Polni girishadi. Mana hozir bugun keldi, yangi keldi. Bir haftada ko'rmaysiz. Uzoqlardan olib keldi, ko'tarib olib keladi. Mana o'tira olmay qoladi. Yo'tib, baqirib, baqirma, bo'ldi joyiga keling. Sekin bir hafta, уже 2 hafta yuradi, aka, ketaylik. Surxondaryo, Buxoro yo'lidan tuzalib ketadi. Xudoga shukr. iPhone'imizdek inglizcha yo'l oladigan bo'lib ketdimi? Brazil deyapti-da. Qo'ysam, Brazil deyapti. Dino desa. O'zbekiston bittasiga aytdim, Afg'onistonmi deyapti. Voy, Pakiston deydi, Afg'oniston. Bor qoldim men. Boshimni qotib. Pakistan deydi. Ha, Pakiston deydi, Afg'oniston. Yaxshi, Afg'oniston deb qo'rqatdi-ku. Haydab 2 hafta yurdim, o'sib ketdi. O'sib ketdi. $40 oldirishdi. Ana oladigan bolalar ham chatoq ekanda, aka. Umuman oddiy bolalar ekanda, soch olmaydigan bolalar ekanda. O'sha yerga borib o'rgangan u. Ha, shunaqa. Ha, pufik. Men bunaqa Tortda shekar. kart olsam, Keyin chaqirdiku stekka. Sartaroshdan kelib, keyin stekka chaqirib olib keldi. O'shanda oldirib $40 dan pulimiz bor. Mana shunday vondaga kirdim. Mashinga olib. cho'zgan taxlab chiqdi. Tortishganda turib gapirasiz. Lekin chiqdi. Ya lekin zak. Boshqa joyindanligimiz Aha. Mana shu qo'y. Bitta arzimadan bo'lsangiz. Yo, yaxshi. Butun yaxshi. Men printsni sug'urdirganimni aytaman. Olay, olib tashlang, olay qo'yib yuboring. Siz mana shu achinani qo'yib deydi, bitta protein beraman. Bitta protein beraman. Ya'ni Ha, bunday qildim. Mana qiyinmi? Balans. Olinmasdan. Ha, mana. Ya bu tiralmasin deb. Zo'r qilib yuribdi, sen xursand bo'lding. Ya tiralsa ham foydasi yo'qmi deyman-da. Ya bila. Yo'q, ola. Ya beraman. Ola. Tushgandik. Ha, tim bola hozir. Hamma qilmoqchi. Hozir tim bola. Bu meni. Sekin tushing, aka, ehtiyot bo'ling. Qani kissiz qayilib qolmasin. Yo'q. Jamshid ham qilolmadi. Vesiz katta, вообще qiyin aka. Turku. Vesiz katta. Yo'q, olamadim. Lekin men turib oldim aka, men bunaqasi. Men qilaman deb o'yladim.
turganingizda mana shogirdingizga beraman. ha, mayli. Qo'ymasin yana. Mayli beraman. Ketadi. Ehtiyot bo'ling sizga. Ha, ehtiyot bo'ling, ertaga. Sinishi mumkin. Ammo haqiqatda shunaqa bo'lishi. 10 ta protein puli ketmasin iching. Bo'ldi yetar. Protein korobkasini bering. Jamshid qilolmadi-da. Kimmi Jamshid? Bitta qo'lda qanaqa qilaman? Foydasi yo'q, bermaydi protein. Foydasi yo'q. Yo'q. Buni dalil tushish kerak. Ya, men oxirgi tushganda Siz ko'p qilganmisiz deymi? U yerini gapirasiz. Hammaga Ko'p qildim. qilganim. O'z qilingizmi? yo'q, ham o'zim ham qo'lim sinib ketdi dedi. Iloji yo'qmi? Bir oy qilmay qo'ysangiz ham foydasi yo'q. Ketib qoladi, qo'l bermaydi. Pasirovka qilamizmi yo? Ha, qilamiz. Yo'q, davay, pasirovka qilamiz. Ketdik. Ko'tarib, oyog'ini qo'y. O'tiraversin. Ha, bu ustiga oyog'ini. 5 kilo ko'tar. Davay. Hayt! Cho'chib ketdi. Hozir pozani boshqachasini bor. Kech chiqaman. Mashinani tashlab kelganmi? Zalda. Tumanda yo'q, yomg'irni qozma. Qarodmi yo'q? Yuzta turdik. Har trenirovkadan oldin 100 ta turdik. Ham qo'yamiz. Xuddi o'zgacha Buni lekin ana kapotlarni boshlasak bangirlaydi, chunki esnichего Hozir oxirgi tochkaga olib borib keyin shuning uchun yo'q, hozircha o'zi ham qiziqqani yo'q, men ham aytganim yo'q. O'zi qiziqmasa nima qilaman mana shu. Ol deb aytmayman, hayotda aytmayman. O'zi musobaqaga chiqqan. yaxshi. Trenajyor Ha. Ya bu уже silovlari ham yaxshi. Shuni oldi o'zi. Smelo bitta zalga kirib trenerlik qilsa, video qilaydigan trenerlardan ancha bilaman. Aqllar. Mesela foydasi yo'q deydiganlar bor-ku. Azirovka qilamizmi? Ha? Mana buni qarangmi? Hamma kategoriyada bor. Ha, tamam. Bana bir ne tarafı? Hammasida bor. Kim turadi? Turadiganlar bormi? Jilayish shuli. To o'chirog'i bor. 90 kiloda viza. Bitti salta qo'ygan. O'sha gap ham redga chiqib ketmasa bo'ldi. 90 kiloda vызов. Faqat kim ko'p ovqat yeyishdi.
eng suvxo'yi Makronaga ekan. Man emasmi? Eng suqoy man emasmi? Ya bundan ham bo'ldi. Oğlum. Ikkalamiz o'tiribmiz. Men ham olib qo'ying deyaptilar. Keyin namimizni Halol. Çok kerak. Ana. Yaqinlashamiz. Sonra qilamiz. Shunday qo'shtirib olasiz. Bana bir sır. Babimdan boshqa qoldi. Adalat. Şuraya çekeceğiz. Gülbisiz bu. Manga. Men qimmat yapay. Bana bir sır. Spereci göstermeyiz, hadi gösterdik. Dino o'tira olar ko'rgansiz. Ha, sırmagansan. Gülbisiz. Resmi bak. Bak, ne oluyor? Çıksa yapılır. Resmi bak. Yine basın. Basın giriyor. Aşper. Ya canım sıkılsın. Sen kadar sıkılsın beni. Shu yechib. Zeki öyle. Bundan jo'g'on ekanlar qoladi. Ha ortaya çıkayım. Ortaya. Ham bu yoqdan beri. Evet. Ya shoh sana. Sizlar ham shay. Bir so'zlar olib kelganmiz. Hammasiga mosini qiladi. Ha. Ko'ribdan bo'lsa o'radi. Ya bo'ldi. Yaqonni o'taman. Qanday qilaymiz o'yinlar? Nima qilaymiz? Doğan? Nimasini yemiriyordum. Haftada 2 marta, 3 marta. Ishlarimiz o'tiramiz, o'g'alda tikka turib bitta rasm qilaylik. Mashq olib skameyka tikka turamiz. Ya o'tirib deyapti. Yo, 3 kishi o'tiramiz, o'g'alda tikka turib olamiz. Ha, skameykaga o'tiribmi? Ha. Aytib o'tirib poza qilib. Bodybuildingda hammasi plan bo'yicha bo'ladi. Masana bor bo'ladi, keyin sushka bo'ladi. Musobaqa qancha yaqinlashgan sari forma shuncha ochiladi. Musobaqa o'tgandan keyin yeb muskul o'sishi uchun yana yog' olish kerak. Shuning uchun 10%, 12% yog' bilan yuriladi. Hammada mana yog' bo'lgani bilan press ko'rinadi. Ko'kragini, prosta ko'kragini ko'tar. Prosta ko'kragini ko'tardi. Mana press ko'rinib turadi.
Men press ko'rinib turadi. Yog' mana shu 8-10%, 12%gacha yog' bo'lishi shart. Muskul o'sishi uchun. Har doim quruq presslar bilan yurishning iloji yo'q. Uni faqat bahrom qila oladi. Kategoriya genetika. lekin o'smoqchi bo'lsa jil bo'lib massa yig'ib keyin sushka qilsa o'shanda kattaroq o'sadi. 2 oydan keyin ko'rsatamiz formani. 2 oydan keyin silib ketgan formani ko'rasan. Jahlim bilan boshim og'rib qoldi. Chaynaydi. Ovqat. Hayotdan o'tdim. 7 ta pul. Ovqat yeyman. Ko'pku. Buni yemaganman hech. Bunaqa yemagansiz. Assalomu Nima qancha? Guruch qancha? Bu вообще углевод qancha? 600 gram. Quruq holatda. 100 gram yer qoldi. 600 mi? 600. O'sha общий 900 gram. Углевод 600 gram. 180 gram, ovsiyaniki 300 gram. Hali. Sizdan ham ko'ryapti o'sha. Lekin suxoy. Bizda ham ko'payapti, lekin suxoy. Bu genetik. Faqat yo'q, buncha yeb Hech qachon boshlagan paytim 62 kilo edi. 62 kilo edi, bo'yim 1.75 edi. Juda qiyin bo'lgan. 75. Kemirishim shunaqa qiyin. Bana 90 ga yaqin bo'lib, 85 dan baland bo'ldi. Nega qo'rqmaydi? Ya bularga emas eshitdingda. Diyetadan kelyapti. Nima bo'ldi? Diyetani orasida mumkin. Ha, buzunmi? Ukam bo'lsa. Toshkentga kelganda bayram qilsa, Bugun yeymiz, ertaga yemaymiz dedilar. Ertasiga bugun nima yeymiz dedilar. Toshkentga ertaga joylashib. Bugun borisida Toshkentga shu bayram qilsa, zaboy yebcha. Haligida Amerikani bayroqlari bor, bu gamburgerlar pishiradiganlar bor. Ne qilib 5-6 tani teri olamiz, keyin bo'lamiz. Hammaga bitadi. Yo'q, hammaligini yig'ib rasmga tushaman-da. keyin hammaga yeb Keyin qo'yadi. hammaga aytar beraman. Men emmasi burgerga bordim, musobaqadan keyin. 10 ta burger aytdim. Bering dedi, men rasmga tushmoqchiman dedim. Keyin yeyman shuni dedim. Xo'jayin o'sha yerda ekanda. Men sizni taniyman dedi, shu burgerlar tekin sizga dedi. Tutasizmi? Reklamaga bo'ladi. Nima uchun qo'ydi o'ziga? Yana borku, qanaqadir nimadirni ham qo'yib tashladi yonimga. 16 tami burger bo'lib ketdi. Yedingizmi? Ya uyga ham olib ketdingizmi? Keyin uyga olib ketdim. Savol bo'lib, harom bo'lib. Uyga ham qaytganda bu. 6 ta bitta tishlab qo'ydimi deb o'yladim. Men shu sovuqdan chiqdim. 10 ta yeyman deb chiqdim, 2 ta yedim mana. Biz yomon yedik ya. Tilla pis yedik ya. Burgerlarning ta'mi yo'q. Ammo qasma-qasga yedik. Boshingni ham maza Bu qilma. yoqda ham ana musobaqaga olib kelganlar. Qora kotlet. McDonald'sdan oldimmi? Qaysidan oldim? Men McDonald'sdan oldim. Umuman ta'm yo'q. Bak olganman endi. McDonald's bombishlar yeydi-ku, nima yeb turibman o'zi. Ha endi iloji yo'q endi dedik. Ya lekin mana ular olib kelgan nerealniy ekan. Musobaqa kuni azli olib kelgan. Mashina sotayotgan O'sha ekan. kuni Mashina sotayotgan ekan. Yo boshqa Bizlar aytdi-ku, mana biz yaxshisi olib keldik. O'shanda kayf qildim. borib keldi ular qayergadir. Ammo ikkitani yedim, suvsiz yeyordi. O'zi suv ichmadi. Suvsi ham bo'lmasdi. O'zim suv ichadigan holat ham bo'ldi. Shunda ketdi.
Mana shu narsa ketdik-ku. Mana bu videolarimni qarayman, ertalab, musobaqa kuni ertalab rasmga tushganman, ob'yom bunaqa emasdi. Pepsi ichdim, burger yeb tashladik-ku. Ob'yom nerealni olganman musobaqa kuni. Zagruzka o'shanda ishlab ketdim. Bo'yamasimizdan oldin ham formangiz unaqa emasdi. Yeb tashlaganingizdan keyin Jahon ekanlar. Ertalab o'tirimiz. Balki ertaga nima bo'lar ekan deb. Ertaga tursangiz suqib bo'lyapti. Ah, sahnadan ko'ryapsiz. Mana rasmni olib orqani bundoq qilasiz. Qo'yib Pepsi bir narsani yeb tashlaysiz. Undan bir kun oldin ko'rsatilgansiz unaqa emas. Suyishmadim-da.